tinchlikmi? Men negadir uyg'ondim. Xo'p, tinchlikmikan? Erta uyg'ondim. Ko'cha, hamma yer tinch. Xo'p. Obunachilar video yong'in ekan-ku, xo'p. Salomlashamiz. Barchalarga salom obunachilar. Sizlar bilan Valet va bugun men nimagadir erta uyg'ondim. Qandaydir shovqinni eshitdimmi, bilmayman aniqini. Lekin men uyg'onib ketdim. Hop, shu uchun sal uyqum kelyapti va tinchlikmi ko'chani ko'ramiz. Sandig'imda hamma narsam bormi? Ha, bor. Xo'p, chiqamiz. Nima? Qo'shni mashina olishga ulgurdimi va mana bunday garaj deya olmayman, shunday joy qurdiribdi. Bir kechada ya. Ovozlar shuni debmi deyman? Mashinani ovozi ekan. Men eshitgan ovoz. Xo'p, qanday mashina bu endi? Xo'p, teginmaymiz, bu juda qimmat tursa kerak. Asta ko'ramiz, xo'p. Nima? Bu McLaren mashinasining oq modeli. Rangi oq modeli. Xo'p, o'z uydamikan agar surishtirardim. Xo'p, qo'shni, uydamisiz? Xo'p, uydamasga o'xshaydi, xo'p. Qayerdan olibdi ekan? Menimcha avtobozor. O'zi har yili har safar kelib turardi qishlog'imizga avtobozor. Qayerda ekan? Asosan mana bu yerda bo'lardi. Yana o'sha yerda bo'libdi. Xo'p, borib ko'ramiz. Xo'p. Salom jetil. Salom janob. Biznikida yangi mashina McLaren, oq McLaren, sariq McLaren, Bugatti. Qisqacha aytsam, mana bu ikkalasi bir xil. Bugatti bor. Xo'p, tushunarli. Endi siz jim turing, bro. Mana o'tib turing, bro. Men o'zim ko'raychi bir tanishib chiqay. Buzib qo'ymang faqat. Bunga o'tirib ko'rsam bo'ladimi? Ha. Xo'p, ikki stak zumrad. Yo, boya ko'rgan sandig'imda menda 1,5 stak edi. Xo'p, o'tirib ko'ramiz. Faqat iltimos, uzoqqa haydamang. Bu tez yuradi. Voy, buncha zo'r mashina. Qani edi shunday mashina menda bo'lsa, qo'shnimda bor edi. Xo'p, haydab kelay. Qochib turing. Urib ketmang. Buncha tez. Xo'p, buni men sotib olsam bo'lmaydi. Urib qo'ymang. Xullas, janob. Bu mashinangiz zo'r ekan. Mana bu sariq ham o'shanaqa bo'lsa kerak. Buncha zo'r. Faqat narxida salgina farq bor ekan, mayli. Endi Bugatti mashina. 3 stak zumrad. Buni uncha odam ola olmaydi. Xo'p, sekingina kiramiz. Eshikni yopish. Voy, eshikni yopsa bo'lar ekan. Xo'p, o'tiramiz. Oldiga yaqinlashamiz. Bratiyam. Eshikni ochamiz. Bravo. Qochib turing, qilmayman. Voy, muncha dahshat. Qani haydab ko'ramiz. Voy, endi bu ham zo'r. Hozir bu yerda haydab bo'lmas ekan. Bu katta yo'llarga zo'r. Xo'p. Men bu mashinani ola olmayman. Chunki meni ishim yo'q. Bularga ancha havas qilsa bo'ladi. Va men g'amgin holda uyga boraman. Hech qayerdan qanday pul olsam ekan? Xo'p, buni o'ylash kerak. Obunachilar, sizlar bilmaysizlarmi? Xo'p. Uyga kelamiz va sandiqda menda jami 1,5 stak zumrad bor. Izmurod. Xo'p. Men qandaysiga bunday narsa qilishim mumkin? Misol uchun, bir yo'li bor agar o'sha ish bersa. Bor ko'ramiz. Men qishloq merini oldiga borib, undan ish so'rashim mumkin.
har safar bir ikkita ish aytardi, evaziga esa pul olardim. Juda katta bo'lmasa-da, choy-chaqaga yetardi. Xo'p, ko'ramiz. Assalomu alaykum mer. Ha, salom Valid. Tuzuk bo'lsa, bugun ishlarga qanday? Yaxshimi? Yaxshi mer. Xo'p, sizdan ish so'rab keldim. Ana bu yerda mashina bozori bo'lyapti ekan. Ha, ko'rdim. Valid, senga nima yordam bera olaman? Ishmi? Ha, seni ham endagina chaqirmoqchi edim. Qishlog'imizga suv o'tkazadigan katta quvur bor, o'sha yorilibdi. O'shani tuzatish kerak. Kerak edi, yordam bera olasanmi? Ha, qishloq. Ha. Mer albatta yordam beraman. Ha, tuzatib berish mumkin. Evaziga esa senga o'tsak zumrad beraman. Hazillashmayapsizmi? Hazillashmayapsizmi? Yo'q, aslo. Bu juda katta ishlar bilan bog'liq bo'lgani uchun senga o'tsak zumradga loyiqsan. Agar ishni qilib kelsang. Xo'p. Voy, obunachilar bizda jackpot. Biz o'shani qilishimiz shart va biz Bugatti mashinasini olamiz. Albatta. Xo'p. Endi Xo'p, mer, bu ishni men qilishga borsam bo'ladimi? Ha, hozirroq otlanib men o'rmon ichida borguncha ancha kech bo'lib qolishi mumkin. Yo'lga otlansang bo'ladi. Omad senga, Valid. Ha, mayli mer, men ketdim. Yaxshi o'tiring. Xo'p, ketyapti. Endi bo'ldi. Men o'rmonga yetsam aytaman. Xo'p, unga bo'lguncha ancha yo'l yurishim kerak. Tun ham bo'lib qolar. Uni tunda tuzatish, ayay. O'rmonga borguncha tun bo'lishi mumkin. Bir pasda o'shancha o'tib ketdi. Xo'p. Endi men narsalarimni olib, ya'ni hishilmam yo'lmaydi. Yo'lga otlanaman. Ungacha esa bolalar, bu yo'lga otlanishim sizlarga ancha zerikarli bo'ladi. U yerga borganimni kesib tashlayman. Borganimdan keyin esa sizlarga xabar beraman. Videoni yoqaman, ya'ni. Xo'p. Men yo'lga otlandim unda. Biz yetib kelyapmiz. O'rmon ichkarisi qishloqdan uzoq bo'lmadi. Mana shunday moblar bor, xavf-xatar tug'diradi. Ana bittasi kela boshladi. Bu bilan jang qilishimiz kerak. Men bekorga bu ishni aytmagan. O'zi nima bo'ldi? Voy. Bu yerga nima bo'ldi? Ayay. Qishloqimizga suv bormaydi rostdan ham. Men buni hozirning o'zida ta'minlashim kerak. Va menda hech nima yo'q. Men o'zimni to'ydiraman va daraxt chopib turib qo'yishim mumkin. Ha. Hozirchalikka daraxt bo'ladi. Uyimda temir bor edi. O'shandan temir bulib yasab turib, uni qilishim shart. Chunki bu qishloqimiz ancha yaxshi bo'lishi kerak. Xo'p. Bu yerga aslo tushib ketmaslik kerak. Va qo'yamiz. Vaqtinchaga yopildi. Endi men uyga boray va kerakli narsalarni olaman. Ertalab bo'lganda esa sizlarga xabar berib, mana qishloq ertalab bo'lganda esa sizlarga xabar berib, narsalarni olib turib yo'lga otlanaman. Ungacha esa vaqtincha xayrlashtiramiz. Atak vaqtincha emas, sizlarga o'sha video qo'yiladi. Xo'p. Keyingi kun bilan salom bo'lar. Videoni yoqdim. Xo'p. Keyingi kun bo'ldi va biz adashmasam nima esdan chiqdi. Xo'p. Biz merdan ish oldik. Quvurni qishlog'imizga suv keladigan quvurni ta'mirlash uchun. Biz uni daraxt bilan yopdik. Daraxt yorilib ketadi. Sal kallani ishlatib, boshini ishlatib qaraganda Xo'p. Kalla bosh emas, o'rtoqlar. Logikani ishlatish kerak. Daraxt umuman bo'lmaydi. Men uni vaqtinchaga qo'ydim. Demak, hozir u yana yorilgan. To'g'rimi? O'sha uchun men hozir yana borib qilishim kerak. Voy, vaqt juda kam, yana kech bo'lishi mumkin. Xo'p, menda nima bor? Menda bloklarimni xizmatdan qo'yamiz va menda 32 dona temirim bor. Xo'p. Mana kirkam ham bor ekan. Xullas. Yana o'sha quvurni ta'mirlash kerak. O'sha yerga borib hal qilamiz. Stop. Men merni oldiga borishim kerak. Kechagi voqeani aytmasam, ko'nglim joyiga tushmaydi.
Xullas endi u ham bilib qo'ygani yaxshi-da. Axir qishlog'imiz meri-ku. Qo'shilasizlarmi fikrimga? Xo'p, tez borish kerak bo'ldi. Xo'p, mer qaytdi. Xo'p. Keldim. Xo'p. Assalomu alaykum mer. Bugun ishlar yo'qmi? Kechagi quvurni ta'mirlashga ketdim. O'rnini daraxt bilan berkitdim. Menda hech pora yo'q edi va keyingi kun kelishini kutdim, qorong'u edi. Xullas tushundingizmi? Bugun yana borishim kerak. Yo, salom Vaynet. Valaykum assalom Vaynet. Ya'ni sen shuni kecha borib turib, vaqtinchalik kelib taxtalarni almashtirdingmi? Ha, mer. Unda shoshil. Men allaqachon senga baravar sandiqni ish haqqiga tayyorlab qo'ydim. Xo'p, qanday sandiqni ko'rsak-chi? Sandiqni ko'ramiz. Voy, bu yerda rostdan ham 3 stak. Xo'p. Unda men jo'nadim. Endi temirni oldim, yetsa kerak. Endi nimadir qilib turib ishlataman temirni. Blok yasab turib uni yopaman. Ha, mayli. Boraqo. Qishlog'imiz anchadan beri suvsiz qolib ketdi. Tez bo'la qol. Xo'p, mer ketyapman. Xo'p, yopamiz. Bo'ldi, eshitdinglarmi? Aytdim voqeani. Tezroq borish kerak. O'sha allaqachon ruscha gapirganim uchun allaqachon uzr. Xullas, ruscha gapirganim uchun uzr. Allaqachon mer bizga shu ish haqimizni tayyorlab qo'ydi. Biz esa o'rmonga borishimiz kerak. Va biz yo'lga otlandik. Va borgandan keyin kamerani yo'qaman do'stlar. Ungacha esa qaysigacha? O'sha mana. Xo'p, o'rmon oldiga bo'ldi. Biz keldik mana. Nihoyat keldik. Mana o'sha quvur. Aytganimdek bu buzilib ketibdi. Qornim chiqibdi. Xo'p. Bo'la yana buzilib ketibdi. Buni darhol yopish kerak. Temir blokni men yasa olmasam kerak. Adashmasam temir 4 tadan yasalmaydi. To'g'ri. Menga daraxt kerak. Mana bu daraxtni oxiriga chopib bersak esa. Gapimga qo'shilasizlarmi? Bolalar, xo'p. Ishni davom ettiramiz. Xo'p, bo'lib biza verstak yasash kerak. Bular taxtaga va taxtani esa verstakka. Ikkita bo'lsa undan ham yaxshi. Xo'p, qo'yamiz. Biza temir bloklarimizdan mana shuni yasaymiz. Yo'q, aynan 3 dona yetdi, xo'p. Endi buni adashmasdan qo'yish kerak. Xo'p, aslida bu bizning qishlog'imizga aniq zarar. Mana. Ana endi xavf bartaraf bo'ldi. Xo'p. Endi ilgarigidek. Mana bu verstakni buzib ketamiz har holga qarshi. Albatta. Endi esa merni oldiga borib ish haqini olamiz. 3 stak zumrad. Merni oldiga borganda ko'rishamiz. Biz merni uyiga kelib oldik. Bo'ldi, endi merni olamiz. Xo'p. Kirsak bo'ladimi mer? Ha, qilaver, men Vaynet. Ishni qilib bo'ldingmi? Ha, mer, sizga shuni aytmoqchi edim. Xo'p, shunga ishni qilib bo'ldik. Ilgarigidek, xo'p. Endi ish haqimni bersangiz, marhamat qilib. Ha, Vaynet, olaver, bu sandiqda 3 stak. Xo'p, olamiz. Sandiqda 3 stak. 1 2 3. Aynan. Xo'p, bizda endi 4 stak bor. Endi esa biz avtosalonga borib turib mashina xarid qilamiz. Uyimda hech nima qolib ketmadimi? Endi
ustimdagi temir kiyimni yechib tashlasam ham bo'ladi. Uncha kerak emas. Menga kerak bo'lib qolishi mumkin, endi jonim ketishi mumkin. Xo'p, bo'ldi. Kelinglar, avtosalonda mashinalar sotamiz. Oxirgi kun kelinglar. Oxirgi kun ekan. Buni eshitdinglarmi? Mana Yarim soatdan keyin yopiladi. xo'p, yarim soat qopda tezroq borish kerak, shoshilamiz. Xo'p, boramiz. Qaysi mashinani olsak ekan? Narxlari esimdan chiqib ketdi. Xo'p, birodar, salom. Assalomu alaykum, birodar. Yaxshimisiz? Ha. Xo'p, endi Tanlang. bizda Pulingiz bormi aytmoqchi? yetarlicha pul bor. Nima deyapsiz? Davay. Xo'p, Pulni tashlab bering. Birinchi tashlang. birinchi tanlak. Qoch. Mayli, tanlang. Oching. Minmang faqat. Ko'ring, salon. Oddiy metod. Omadsiz ekansiz. Buni ko'rdik. Qaysi mashinani olamiz? Sariq, ko'k sariq, oq. Bugatti. Brat, men unaqa uravering, meni bunaqa bolg'acham bor. Ko'rinmaydi, mayli. Nima bo'lsa endi. Bunaqa narsacham Boring yo'q qoling, bro. Xo'p. Давайте Bugatti'ni olamiz. Bugatti'ni eshigi ham ochiladi. Xo'p, birodar. Biz mana shu Bugatti'ni sotib olmoqchiman. Pullar esa mana. Nechta? 1, 2, 3. Qancha kerak xohlaganingiz? Barakami? Baraka, birodar. Qoching. Urmang. Ratot. Bo'ldi, qoching. Mana. Qoching. Endi Sizning o'zim bitta haydab bering. meni mashinam bu. To'laysiz. Garaj qurasiz, bro. Garaj qurib berasiz. Birodar, yo'q, birodar. Xullas, Yopildi. magazin yopildi, xo'p. Bitta olgan mashina men ekanman. Endi buni uyimgacha haydab bora olamanmi? Gazim bo'lsa, Xo'p, endi mana shu yerda qo'yaman. Xo'p, qo'shnim uyiga qarama-qarshi. Mana shu yerga qo'yaman va videoni tugataman. Xo'p. Eshigini yopib qo'yaylik. Xo'p, qulfladim mashinani. Endi esa bolalar, biz murod maqsadimizga erishdik. Bular bilan sizlarni tabriklayman va bizning jajjigina videochamiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Qisqa vaqt ichida sizlar bilan vaylit bo'ldi. Endi esa men mashina haydayman. Video esa tugaydi. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Barchalarga xayr emas, ko'rishguncha deb qolamiz.